Men vaqtida Chornibeylik bo'lgan paytida Tigilda ham ishlaganman. Ramoyor bo'lardi, Chornibeyni Ramoyorda ham ishlaganman. Keyin mana mahsulotlarimiz bu. Salfetka mahsulotlari, stanok, hammasi stanok. Jarayonda mana qizlar tayyor mahsulotlarimiz mana kileydan chiqib oldimiz. Ojoni bular bizani shu ayollarga qarab, mana sexlarga qarab hamma ishni o'zlari boshqarib, to'g'rilab qilib turadilar shuni vaqti-vaqtida bajarib, hammasini to'g'rilab beradilar. Men bu sohada ancha yildan beri ishlayman. Menga ustozlik qilgan akam bo'ladilar, Rahmonberdi hoji akam. Ham ustozlik qilganlar, ham akam bo'lganlar. Men akamdan farqlanaman. Akam joylar jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mana Hasan, Husan, Ibrohim, Ikromjon shu bolalarimga ham ustozlik, ham akalik qilganlar. Men shu yerda mehnat qilyapman. Mana ishchilarim shu meni qo'limda hozir 40 ta ishchi bor tepada. Pastda mana o'lmasaka qarasalar, men tepada qarayman. Pechatda menga chiqadi, men laminatsiyaga kelinglar. Mana bu mashinamiz falsofka, ularni mana bu ishda. Mana butunisi qo'yiladi mashinkaga, keyin bu nima qilib jarayonida mana buklab beryapti. Ha, mana buni bu holatga keltirib beradi, buklab. Tayyor qilib beradi. Qildirib beradi. Mana bu usti qo'yiladi yog'dan qo'yib nima qiladi. Mana ketdi. Tezligi ham ancha zo'r ekan bu. Ha. Qatlab nima qilib, buklab nima qilib Buni tezligi qanaqa? 1 soatda nechtagacha mana shunaqa chiqarib beradi? 1 soatda necha chiqaryapti? 1000 ta. 1 soatda 1000 ta. Kuniga 30, 40, 50 mingtagacha qattiqlik bo'ladi. Zo'r. Nima qilib jarayonda nima ketishaveradi. Bu mashinada bloknotlar chiqaramiz. Bloknotlar nima qilib kelgan paytida hada yog'dan qo'yamiz, o'sha razmerlarni olib mana prujinalar nima qilib qo'yib bloknotlar chiqaramiz. O'sha bloknotlar qog'ozlari qo'yiladi. Keyin bu nima o'sha razmerlarimiz bor. Prujina ulanadi, ketdiki yog'da bir kishi qo'yaveradi, bu yoqdan bir kishi razmerni olib ishlab Prujinka qo'yib beradimi bu? Ha. Bloknotlar chiqaramiz bu mashinada. Oydin ona, masalan, pastda hozir ishlar qanaqa ketishini o'lmasaka tushuntirib berdilar. Endi bu tepadagi ishlarni bitta qisqacha tushuntirib bersangiz, qanaqa ishlar kechadi, stanoklar qanaqa vazifa bajaradi? Stanoklar mana vazifa beradi, laminatsiyani ortishadi, razmerlari bor, har xil ishlar chiqadi pechatda. Laminatsiyalar bor, bez laminatsiyalari bor. Bez laminatsiyalarni men kleyga beraman yoqqa. Bu yerda laminatsiyadan chiqib keyin kleyga o'tadi. Laminatsiyadan pastga tushadi, tigilga bizga bitishga qilib berishadi, nima qilishadi, keyin menga yana kleyga chiqishadi. Jarayonlarimiz har xil jarayonlarimiz bor. Mana bular hozir laminatsiya qilinmagan, ha? Bular laminatsiya qilgan. Bu laminatsiya bo'ldi. Laminatsiya bo'lgandan keyin men pastga bitishga tushirib boraman. Ha, bular endi pastga tushadiganlar. Pastga tushadi, keyin yana menga chiqadi. Menga chiqadi yana. Bundan keyin yana qanaqa jarayonlar bor? Mana paketlar bo'lyapti. Mana bu o'zimizning paketimiz. Bu Blacksen paketlarda kley qilishib, lenta o'tkazishib, nima qilib yoradi. Undan keyin nima qilib jarayonda bo'ladi. Keyin mana bu yerda yana bitta ishimiz bor. Bu nima? Vishilka. Bu ham kley bo'ladi. Vishilka qilib mana kley qilib suring kleydi. Bular hozir kleydan chiqqandan keyin chiqqandan keyin yo'q, jarayonni bu tugagandan keyin yana vitishkaga tushirib yuboraman. Bu vishilka bo'lib chiqadi, vitishka bo'ladi pastga. Men pastga tushirib yuboraman. Bularni ajratishadi, keyin upakovka qilamiz, har tarafga upakovka bo'ladi. Jarayonlarda nima qilib mana bu yerda har tarafga. Mana bu yerda vitishka qilinganlarni ajratib chiqishadi. Ha, vitishka bo'lib pastda mana menga laminatsiya bo'lgan bu ham. Laminatsiya bo'lgandan keyin men pastga tushirib yuboraman, ezbelda vitishka chiqaradi. Chiqqandan keyin men yana ajratib buni upakovka qilib beraman. Upakovka qildirib beraman. Mana bu yerda kleychilarimiz har xil pastdan tushadi. Chiqqandan keyin men laminatsiya qilib pastga tushirib yuborgandan keyin yana vitishka qilganda olib kelishadi. Men nima qilib beraman? Kley qilib beraman. Kley qilib, nima qildirib berib yuboramiz. Bu o'zi korobkali mahsulot. Korobka mahsulot. O'zi tayyor holatga keltiriladi. Tayyor holatda tayyor shu bilan kleylangandan keyin. Tayyoridan menga beringlar qizlar. Aya tayyor mahsulotdan bering. Bering. Tayyor mahsulot bo'lib chiqadi, kley bo'lgandan keyin mana.
Korobka bo'ladi bu. Klientni hamma vaqt xursand bo'lishini xohlayman. O'z vaqtida berishga harakat qilib, o'z vaqtida tayyorlab beramiz. Endi bu yoqda ham bor. Bu yoqda ham mana sohada ajratilyapti, sartaroshga qilishyapti. Keyin sartaroshga qilgandan keyin sinimiz upakovka berib qilinadi. Shunaqa har xil ajratilib bo'lingan. Keyin mana mahsulotlarimiz bu. Salfetka mahsulotlari. Pastdan menga ezberdan nima bo'lib chiqadi. Hozir bu tayyor, ha? Bu tayyor, Bu kelay endi o'zi mijozga chiqib ketiladi. Mijozimizga chiqib ketadi. Manda bo'lib chiqadi, mana. Ha. Mana jarayonda chiqadi. Bu yerda Keyin qilinadi. bu yerda qilinadi. Bitta akoshka qilinganingizdan bering. Manda bo'lib akoshka bo'ladi. Akoshka bo'lganidan keyin bu yoqqa kemandan nima qilib, kelay qilinib berishadi. Tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. Bundan keyingi jarayonlar o'zi mijozni. Ha, mijozni jarayonlarda bu salfetka solinadi mana. Ha. Keyin ular o'zlari o'zlari nima taxlanadi. taxlab o'zlari nima qilib berishadi. Keyin yoqda nima qilib skreykamiz bor. Mana bu yerda skreyka mashinamiz. Skreykada nima qilib ish beraman. Jarayonda qaysini boshlash bo'lsa, o'shani boshlab nima qilishadi. Bu yoqda kleylash qo'lda bo'lganda bu Bu kattaroq mashinka. Ha, bu yerda stanokda bo'ladi, hammasi. Stanok, hammasi stanok. Ha. Jarayonda mana qizlar. Bu yerda tayyor bo'lib chiqadi. Nima? Shuhrat? Boshlamaysizlarmi? Hozir boshlashadi. 1 minut qarab Jarayonni turamiz. ko'rsatib o'tamiz. Jarayonni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ha, tayyorimiz bor. Bu yoqda mashinkadan ham o'tadi. Tayyor mana mahsulotlarimiz bor. Tayyor mahsulotlarimiz mana kleydan chiqib oldimiz. Pastdan tigil nimadan chiqqandan keyin ajratib beramiz. Kley bo'lib chiqadi. Tayyor mahsulotlarimiz bor. Tayyor holati. Ha, tayyor holati qizlar mana kleydan chiqqanda upakovka qilishib, sartaroshga qilishib nima qilib berishadi. Bu yoqdan polnisa boshlashib nima qilib skreykada ko'p narsalarimiz chiqib ketadi. Kattaroq hajmda zakaz bo'ladigan bo'lsa, bu stanoklar. Kichkinarog'i bizda bu mahsulotlarimiz kleylayotgan mashinamizga alohida, ruchnoyimizga alohida. Nimasiga qarab farq qiladi? Farqi borligiki, ruchnoy olayotganlarimiz, bu yoqqa o'tmayotganlarimiz ham borda, stanokka o'tmayotganlar. Ha, stanokda qilib bo'lmaydiganlar. Qilib, mana hozir ko'rsatganlarim u ruchnoy bo'ladi. Bu yoqqa o'tmaydi u mashina. Ha, tushundim. Nimaki har xil nimasi borda, korobkalar bor, vidiga qarab. Bu yerdagi nima jarayonni mana shu hammasi ajratib qo'yganlarimiz, hammasi shu stanokka o'tadi. Ha, tushunarli. Ben jarayonning hammasida qatnashasiz. Yo'q, O'z tekshirib berasiz. o'zim tekshirib, o'zim nima qildirib beraman. Nima qilib, shu qo'limdan kelgancha hamma ishchilarni mana ishchilardan men xursandman. Bundan ham martabalari ulug' bo'lsin ishchilarimizni. Shu mehnatdan rohat-rohatni ko'rish nasib qilsin Allohim. Texnikalarda bir xillarni tushunaman, bir xillarni tushunmayman. Nima tushunayotgan joyim bor, tushunmayotgan nima bor. Siraza buzilib qolsa, nima qilsa, siraza o'lmasga telefon qilaman. Ha, bu nima qilib, meni mashinam buzildi deyman. Deymanki yoki mana misol uchun texnika nimalarga mana laminatsiya tugab qoladimi? Pastda skladchimizga da telefon qilaman. Menga bundaqa laminatsiya kerak. 42, 45, 47, 50, 55, 60, 70 laminatsiyalar kerak deb bilaman. Men vaqtida Chornobellik bo'lgan paytida tigilda ham ishlaganman. O'zim ishlaganman. Ramoyor bo'lardi, Chornobeli, Ramoyorda ham ishlaganman. Nima qilib? Endi mana hisoblasangiz bir 25-26 yildan beri shu sohada ishlayman. Mana shu G'ulomjon 15 yosharligidan beri ishlaymiz. Birga ishlaymiz. Mayli, rahmat.